Assalomu alaykum. Men Xorazmdan keldim. Sardor Jo'rayevning ishlarini 10 oydan beri kuzatardim. Ko'zimda grija bor edi, ko'zimga og'irlik qilardi. Shunga uni 10 oydan beri kuzatardim Telegram kanalida. Keyin gaplashib, nima qilib keldim. Qaror qildim operatsiya qildirishga. Yaxshi chiqdi. Operatsiya jarayoni juda yaxshi bo'ldi. 1 soatda bo'ldi. Hech og'riq nima bo'lgani yo'q. Faqat bir o'qilganda ozgina tizillaydi, boshqa hech nimani sezilmaydi. Yo'q, o'sha kuni operatsiya qilgan kuni og'riq bo'ldi, baribir bo'ladi. Tabiiy, keyin ertasidan og'riq bo'lgani yo'q, chish bo'ldi 2-3 kun. Undan keyin yaxshi. Hozir juda yaxshi, yengil ko'zlarim. Sizlarga ham tavsiya qilaman Sardor Jo'rayevni. Qo'llar dard ko'rmasin. Juda yaxshi. Menga yoqdi.